Yo'q hech qanaqa massaj. Bizning zamonda bo'lmagan. Adash, sizda gapim bor edi. Xo'p, eshitaman. Nima gap? Muhammad Solih massaj qildiray deydi. Yana boshladingmi? Har kuni shunaqa deysan o'zi. Ko'rdingiz-ku oyog'ini qiyshayib ketganini. Oyog'ini yaxshi, hech narsa bo'lmagan o'g'lingga. Hech bo'lmasa oyjonni ko'ndirib bersangiz bo'lardi. Nimani ko'ndiraman? Yo'q debaptilar-ku massajga borishimizga. Bolani oyog'ini qarang. Hamma bolalar hozir shunaqa. Soppa-sog' o'g'lingiz. Hech bo'lmasa pul bersangiz o'zim hal qilib olardim u yog'ini. Pulni qayerdan olaman sanga? Ertalabdan kechgacha ishlab, hozir pulim yo'q meni beradigan. Bolani oyog'ini ko'rdingiz-ku massaj qilib. Men yana aytib turibman. O'zi boshlarim achchib yotibdi, ishlarim ko'payib ketgandan hozir menga o'g'lingni gapirmay tur. Bo'lmasa pul bersangiz o'zim hal qilib olardim. Sen qachondan hal qiladigan bo'lib qolding o'zing? Ko'rdingiz-ku bolani oyog'ini. Ben nima deyapman senga? Yana nimada boshini ortyapsiz kelin? Assalomu alaykum oyijon. Massaj deysiz? Yo'q oyijon, bolani oyog'i qiyshayib ketyapti. Yig'ishtiring massajingizni. Mana tuppa-tuz o'g'limga ergitib turibsiz-ku hozir. Yo'q hech qanaqa massaj. Bizning zamonda bo'lmagan, o'zi to'g'rilanib ketadi. Bo'ldi qiling, yig'ishtiring massajingizni. Oyijon, u zamonlar boshqa edi-da. Men o'g'lingizlarga aytsam tushunmayaptilar-da. Bo'ldi qani. Muhammad Solih oyog'ini ko'ring. Hozir Muhammad Solih bolam, kel bu yoqqa. Oyijon. Mana oyijon, ko'rdingizmi oyog'ini? Nimaga faqat men qayg'urishim kerak? Nima bahona topsammikin? Yolg'on ishlatishim shartmi? O'zligi ruxsat berishsa bo'lardi-ku. Mayli. Nimadir o'ylayman. Oyijon, ertaga oyimlarni ko'rib kelsam maylimi? Ertaga Muhammad Solih qoldiringda, borib kelib, soat 4da uyda bo'lib, ovqatingizni taxt qilib qo'ying. Mazalari yo'q edi. Muhammad Solih olib borsam ancha ko'ngillari yozilarmidi deb aytdim-da. Alo, qayerdasan, yaxshimisan? Yuragim siqilib o'tiruvdim. Kela olasanmi? Ha, hozir boraman opa. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Nima gap opa, tinchlikmi? Uyga ham bormay qo'ydingiz. Ko'rmaysanmi, bolam oyoq kundan kunga qiyshayib ketadi. Massaj olishga uydagilar ruxsat berishmayapti-da. Shumi opa, muammongiz? Qarang, men bularga borib ko'rsangiz-chi, Instagramda ko'rib qoluvdim. Ruxsat berishmayapti. Ruxsat bersa pul yo'q, pul bo'lsa ruxsat yo'q. Bilasan-ku uydagilar. Yur qilaysiz bor uchun, aziz opa singillarim. Mana bolajonlarni oyog'ini tekisligini. Men esa bolam oyog'iga qaragan sarim yuraklarim ezilib ketadi. Hey Alloh, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat, farzandimga shifo ber. Mutaxassis tanlashda adashtirma.